biz qilayotgan tavba istig'forlarimiz qabul bo'layotganligini qanday bilsak bo'ladi? Masalan, bir odam bir umrining bir qismida yomon hayot kechirgan, tavba qilib to'g'ri yo'lga yurdi. Endi shu burungi qilgan gunohlarimni kechirsin deb Allohga duo qilganman, tavba qilganman. Hammamizda bor bu narsa. Alloh o'chirdimikin shu gunohlarimni desa, ana shu hakim javob beradi, ha. Bilishi mumkin. Qilingan tavbalarni, istig'forlarni qabul bo'lganligining to'rtta alomati bor. Birinchisi, yomon ulfatlarni tark qilib, solih kishilarga qarab intilayotgan bo'lsa. Ikkinchisi, gunohlarini barchasini tark qilib, qo'lidan kelganicha toat ibodatga shoshilayotganligi tavbalari qabul bo'lganligini belgisi. Uchinchisi, qalbidan dunyo muhabbati ketib, unda oxirat qayg'usi paydo bo'lishi. Agar shu sifat bor bo'lsa, insonning tavbalari, istig'forlari to'g'ri bo'layotganligi belgisi. To'rtinchisi eng ehtimol yangilik emasdir, lekin bizga qiyin bo'lgan narsa. Biz hozir qilgan tavbalaringizni to'g'ri bo'layotganligini bilish mumkinmi desa, mumkin deb turib 3 tasiga javob berdik. To'rtinchisi, Alloh o'zini zimmasiga olgan rizq g'amini tashab qo'yib, oxiratda g'ami bilan ovora bo'layotgan bo'lsa, demak shu bandaning tavbalari qabul bo'ladi. G'ami ibodat bo'ladi. Qo'li mehnatda bo'ladi, ishini yurgizadi, savdosini qiladi, hunarni qiladi, lekin qalbi